Kutib turgan o'sha mehmonlarni onam oldilardaman. Bolnitsiyaga kelganman. Doktor bilan gaplashib boraman. Baraka topkur. Bo'pti. O'rtoq, tezroq gapir. Kechga qolman. Ishga bormasam bo'lmaydi. Oyilarning oyog'ini kesmasak bo'lmaydi. Nima? Kasallik butun tanaga tarqab ketyapti. Shu uchun ham ikkita oyoqlarini kesmasak bo'lmaydi. Hazillashyapsanmi? Yo'q. Bu hazil emas. Men seni juda ham ko'p ogohlantirdim. Sen menga ham, onangning gapiga ham e'tibor qilmading. Bolam, dorini olib kelyapsanmi? Kutib turibman-a. Voy, esimdan chiqib qopti-yu. Ishim ko'p-da. Onajon, kechki paytmi? Olib boraman. Uyga borsam agar. Esingdan chiqmasin, maylimi? Bo'ldi. Olib kir dedim uni senga. Bo'ldi, sizga emas, e'tibor qilmang. Og'rib ketdi oyog'im. Jon o'rtoq. Bor boyligim seniki. Nima so'rasang beraman. Lekin onamni oyoqlarini kesma. Bitta yo'li bor. Xo'p, Faqat sen u narsani topa olganmikansan? topaman. Jonimni o'rtaga qo'yib bo'lsa ham topaman. Nima olib kelish kerak? Et. Xo'p, hozir yozib beraman. Mana. O'rtoq, oila soppa soldi. 2 oydan beri muolaja qilamiz. Oyog'im og'rib, uyga chiqolmay o'tiribman. Dori olib kelib bergin desam, o'rtog'ingni vaqti yo'q menga. O'rtog'im ishi ko'p-da. Mana, men buni oling. Nima bu bola? Bu bo'g'imlarning og'rig'i uchun. Onamlarga ham 2 oydan beri nutvadan olib muolaja qilib kelamiz. Voy bolajonim, onangga olganingni menga beryapsan. Sen meni onamsiz, ovuring. Bu haqida o'rtog'imga hech narsa demaysiz. Xo'p. Bir quloqini cho'zib qo'y o'rtog'immi? Onajoning soppa sola uyda o'tiribdilar. Sen bo'lsa faqat boylikning orqasidan quvlab yuribsan. Asl boyliging bo'lsa, uyingda o'tirishibdi o'rtoq. Ko'zim ochganing uchun rahmat. Onam, Ko'tar.